Qochmayapti bu. Siz yoqib qoldingiz, Adaxon. Qoch. Uzun ekan-a, где-то 15 sm bor ekan. Hozir yursam tushadi hozir. Assalomu alaykum barchaga. Farg'ona o'rmon xo'jaligi qo'riqxonasiga ekskursiyaga keldik. Amaki aytmoqchi, birinchi bu yoqqa yuraveramiz. Tepaga. Suv ekan lekin. Yo'q, ko'prik bor. Ya bu boshqa, ana bu boshqa. Bu bilan boshqa. Haqiqatan boshqa ekan-a? Boshqa. Chiqilagan qarang. Boshqa ekan. Bu yoqqa yuraveramiz. Xo'p. Dalshi tepaga chiqamiz ekan-a? Bu yerdan o'tolmas ekanmiz. Yuravering. O'xshoq. Ha? O'xshoq pastda bor ekan. Endi tepaga chiqdik. Mana yetib keldik mana. Oqchangan mevalar. Mazza. Tabiat inomi. Nordon shirin, to'g'rimi? Ha, shirin. Yoqimli. Yoqimli bor, boshqacha. Mana do'stlar. Qaranglar. Voy, bu men qani? Yerda to'planganni. Tabiat inomidangmi? Anolarchi, Sherin aka.
Bu hali ko'rganimiz. Mana uni kichkinasi. Shunaqami? Yopti. Qarang. Yovvoyi tabiat shuni saqlanish kerak edi, to'g'rimi? Shu mana markaziy Farg'ona hududiga xos bo'lgan haqiqiy tabiat shunaqa. Bir paytlar boshqa biz yashagan joylar ham shunaqa bo'lganda, qachonlar bu 100 yil naridada. O'zlashtirilgan, tekizlanib, o'zlashtirilib. Yaqin 30 yil ichida ham biz bilgan joylar yo'q bo'lib ketdi, shunaqa joylar bor edi. Qumlar olinib qurilishga. Shunaqa hol tekislik bo'lib ketgan. Qishloq xo'jaligi, ekinlar, ekinlarni qoldi. To'g'ri. Lekin alohida qo'riqlanar ekan. Batga tushib ko'raylikchi. Ajoyib ekan, tuproq emas. Qarang. Sho'r ekanda rosa. Rosa sho'r ekan. Qarang, kirib ketyapti oyog'im ichkariga. Mana uni qarang endi. Rosa to'plagan bo'ladi mana shu tuzdi. Tuzda? Sho'rda. Qarang haqiqatan. To'g'ri oyog'iga o'xshaydi. Haqiqatan. Sho'rda haqiqatan o'ziga to'plab. Bu o'simlikni men o'rgangan o'simlik, Sherali aka. Mana gullagan payti men o'rgangan o'simlik. Nima edi lotinchasi buni? Limonium otolepis. Bu medonos qarang, aralar qarang. Guli chaqiradi, ara. Bu ham yerda tuproq qarang. Shu suv bo'lgan qachondir, to'g'rimi? O'zi qaytgan. O tepadan sho'rni yuvib tushganlar aka, suv bu to'planayotgan. Suv qaytganining hisobiga mana rosa to'plangan. Qarang. Voy. Tuzni qarang mana. Tuz, ha? Shu ko'rinib turibdi. Tuz. Bu hozir ko'rganimiz buni. Rosa tuzli joyda o'sar ekanda, buni katta-katta bo'lib ketdi-yu, qarang. Haqiqatan o'sha tuzni o'ziga to'playotganda bor. Bir mineral tarkibini ko'rish kerak. Nima dedingiz? Ko'rish kerak. Bu rosa chiqsa kerak metallar. Bu ham shunaqa nimada? Galafitda endi bular. Qarang, rosa sho'r tuz to'plangan joyda o'sadi. Qarang, mana shu pastliklar sho'r, tepaliklar sho'r emas. Shu. Shu bo'lgan. To'g'ri. Qarang. Mana to'xtang, shuni rasmga olay. Barchaga salom. Tabiatga sayohat. Cho'l tabiatiga, Markaziy Farg'ona cho'llari. Ikkinchi safar. Bir paytlar 2 yil oldin kelgandik. Eko sayohat deymizmi? Ekoturizm. Hech narsaga tiyilmaydi. Shunchaki o'simlik turlari, yovvoyi hayvon turlarini ko'rib bir qator
aylanib ketamiz. Hop. Qani, bismillah. Katta bo'lganini qarang. To'g'rimi? Mana Buni katta bo'lganini qarang deyman. Shu o'rtasida. suvni yaqinrog'i deydimi? Tepadan ham tushadi, ko'payapti. Shu anchadan boradi. Bular qizil miyalar bular. Qani? Ha, to'g'ri. Ha, ko'rdim. İlonlar bordi shunga. Ha? Tepadan kuzatib. Ilon, baqa. Ha, ko'p ekan qizil miya. Wow. Ana sistem bor ekan matda. Bor ekanmi? Ha, uni. Qurib bo'pti o'zi. Qurib bo'pti? Ha? Ha, ko'p ekan matlarda ham bor ekan. Tomonlarda ham uni. Bitta. Ana uni 3 ta. Shu ana kalta kelsalar, voy, kattaligini qarang buni. Qo'rqmayapti mendan, qochmayapti. Qarang. Qochmayapti bu. Siz yoqib qoldingiz, adaxon. Qoch. Uzun ekan-a, где-то 15 sm bor ekan. Hozir yusam tushadi hozir. Ana menchi nima qilyapti, ketmayapti. Ko'rmaganda bunaqa xavfni. Qochdi. Tepaga chiqyapti menga qarab. Yo pastda birorta narsa bormi ekan xavf? Yo'q, Bunaqa qilmaslik kerak. Ketdi. Uzun ekan. Choldira undan kattasini ko'rdik-a? 20 sm-cha. U qalin edi. Ha, ildizi bo'ladi uni. Bunaqa katta bo'lmaydi ildizi. 80 santimetrcha sug'urdim men topdim. Ha. Juda pastda bo'lar ekan. Ha? Endi parazit o'shalik ildiziga yaqin joyda, ha? Yopishib oladi-yu. Sachratqimi desam yo'q. Bu nima ekan bu? Bunaqasi yo'q edi-da. Biz nima qilgandan aytsa ham bor ekan. Endi ko'ryapsiz buni, ha? Sizdan hali tomonlarda umuman yo'q edi. Bor ekan aytsa. Yo'qlarda ko'p o'sha menimcha.
Birlikte terib olamizmi? Bu endi qushlarga qushlar yeydi bular. Shular yeydi. Qoyillik. Hadi. Hı? Solgan ekan. Bitta qarang hali. Qirg'iziston deydimi? Shunaqa narsa. Mana ichida hashaylar ko'rinib turibdi. To'g'ri. Mana pastda ham bor ekan. Pastda ham. Isolgan ekan. Ilon bo'lishi ham mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Mumkin tepada. Ayniqsa qushlar bor joyda. Bo'ladi. Tuxumini yeydi. Faqat chiqaveramiz dal. Kepak. Bu batda ham anaqa bor ekanda, o'ziga xos tarqalgan joyi bor ekan. Qatnami? Hozir adoqmi? Biz nimaga trassaga yaqinlashib qolyapmiz. Har tomon sal nariroq yurishimiz kerak. Bunday aylanib bunday o'tishimiz kerak-da. Mana o'tish kerak. Bir yuraveraylikchi. Oradali zaxtni aylanib o'tishimiz kerak. Zaxtni ko'rdik-ku. Yuraverik. Slotum bor-ku. Shunaqa ko'rganman ben. Qayerda? Ana o'zimizga yaqinroq joyda, dala joyda. Bir joyga borib, dadam bilan o'tiramiz deb. Asfalt joy, o'rtada kichikroq o'z bor edi. Bitta sakradim, yugurib kelib. O'shan yaqinida ekan. Uch chiqib ketgan, qulog'i talidasi. Uzunchoq, ha? Uzunchoq, shuzikidan ham uzunchoq, uchida nimasi bor haligi. Tuki bor, o'tganroq. O'ta sezgir bo'ladi. Katta. Yo'q-a? Katta edi. Demak, u nimalarda bor ekan. Bor. Silovsin bor. U endi shu maydaro qushlarni ham yeydi u, bilasizmi? Maydaro narsalarni tutib yeydi. Ya'ni qo'ng'izlarni. Trassa manada. Mana uni aylanib deb o'tamizmi? Oraliqdan deb o'tib ketamiz uni. Xullas, tulchi ko'rdik, oldimizdan qochib o'tib ketdi. Rosa ham chiroyli ekan. Videoga tushirishga ulgurmay qoldik faqat. Sap-sariqqina, ajoyib qora sariq chiroyli ekan. Yi bilan. Shi. Ana, nima o'tlar? Yi. Qumlikka chiqalamizmi ikkinchi qilib?
bo'ldi. Biz. Ha? Joy. Joy degan. Layla yuribdi tepadan. Ajoyib ekan. Ko'ringchi. Hop, qayerga yuramiz? Qayoqqa yuraveramiz? O'ng tomon bilan. Ko'proq nimaga urvorlik chapga. Ochiqlikka chiqib qolsa. Bundan uyasi bo'lishi mumkin. Men kalamishlar yesinmi? Otomi berkmi? Berk aka. Mana. Ana. Ajoyib qush uchib ketdi. Aynan. Madaniy ekilgan nimalar daraxtlar. Adada o'ttirdik. Bu orada. Ketdi. Ekilgan nimalar turibdi-ku. Ha. Bitta to'ron qildilar. Ko'p o'sadigan joy ekan. Ko'p rasmlar. Evet. Asa qavoq chiqarganiga tepasida qolib turadi uchun. Hatto yuborasiz. Qani? Qattiq yubor ekan. Qishda.
Bu qarang. Aytgan bo'ladim. Marta ham tepada ham teshikcha. O'sha haligi qushni nomi nima edi? Bizda qizil ishton dermadi. Ha. Daraxt cho'qiydigan. Ha. O'sha qurgan. Ha, keldik-a. Kelib qoldik ham. Xo'p. Yaxshi. Yes.